Bugungi mavzu keyingi yil bahorda top 5 talikka chiqadigan 5 ta ko'chat. 5-sini hozirdan komment topinglar. Nimaligini taxmin qilib turing, lekin sizlar kutgan ko'chat bo'lmaydi lekin. Nodir Archa kanalini kuzatib boruvchilar, YouTube'ga xush kelibsizlar. Bu YouTube'da bizda xudo xolisa har bitta ko'chatga to'liq, kengroq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu videomiz mavzusi keyingi yil bahorga tayyorgarlik. Ko'chat ekadigan odamlarga ko'proq bu video bo'ladi. Keyingi yil bahorgi sezonda bizning prognozlarimizga ko'ra, xudo xolisa Голубой yel va 5 ta ko'chat trendda bo'ladi. Xo'p, Голубой yel bizda bahorda rossiyskisi bo'ladi, italyanskisi bo'ladi. Biz harakat qilamiz turetskini olib kelishga. Shu 3 xil vidda bo'ladi. Razmerlari har xil 1 metrdan 5 metrgacha bo'ladi, xudo xolisa. Rossiyskiy bilan italyanskiy Голубой yellar nima farqi bor deydiganlarga, rossiyskiy Голубой yellar o'zini holida o'sgan bo'ladi. Ahamiyat bersanglar, etaj bo'lib, o'zini holida o'sgan bo'ladi. Italyanskiy Голубой yellar payvand bo'ladi birinchisi, ikkinchisi kesilgan strishka forma berilgan bo'ladi. Shuni hisobiga italyanskiy chiroyliroq bo'ladi. Lekin живучилigi keladigan bo'lsak, rossiyskiy живучийroq, italyanskiy sal nozukroq. Topda ikkinchi o'rinda turadigan kiparisimiz bo'ladi. Kiparis ham bu yil ko'rdinglar, yaxshi. Talablar zo'r bo'lyapti, chunki kiparis bizning iqlimimizga zo'r tushdi. Issiq, sovuqlarni yaxshi ko'taradigan bo'ldi. Bizda ham razmerlar har xil bor edi, bizda faqat mana shu razmeri qoldi, shunaqa 1 metrligi, ya'ni shunaqa razmeri qoldi. Xo'p, bu kiparislarni yaxshi tomoni hid berishi, birinchi o'rinda hid berishi, hidini zo'r beradi. Haqiqatda hidiga zo'r. Ikkinchisi chang tozalashi. Uchinchisi suvsiz qolib ketsa ham yaxshi yashashi. Ko'p ko'chatlar suvsiz qolib ketsa kasal bo'lib qoladi-yu, davolanmaydi-yu. Bu suvsiz qolib ketsa ham bay shalpayadi-yu, lekin suv ichgandan keyin o'ziga kelib oladi. Shuning uchun kiparislar ham yaxshi bo'ldi bu yil. Uni ham ikkinchi o'rinda deb bilamiz. Uchinchi o'rinimizda Magnolia bo'ladi. Mana ko'ringlar Magnoliani ham. Magnoliani ham har xil razmerlari bor edi. Bizda mana shu razmerligi qoldi, faqat 2,5 metrligi qoldi. Xo'p, Magnolia buni 3 xil sorti bo'ladi. Yirik bayli, men oldin ham aytganman, yirik bayli, o'rta bayli va mayda bargli. Ularning bir-biridan farqi gullashida. Yirik bayligi 7 yilda bir marta gullaydi deyshadi, lekin men o'zim gullaganini hali ko'rmadim. Sredniy bayligi 1 yilda 2 marta gullaydi, uni ko'rdik. Little Gem, mana amanimiz Little Gem bo'lsa, mayda bargli. Mayda bargligimiz u yoz chillar bilan qish chillarda gullamaydi, qolgan har doim gullaydi. Shunaqa Magnolia, xudo xolasa 3-o'rinimizda Magnolia bo'ladi. 4-o'rinimizda Elix Padub deydi. Buni bizda shtamplari qoldi. Kustabrazni, sharabrazni, multi shtamplari qolmadi. Mana bu ham yaxshi. Nimaga 4-o'rinda? Sababi qishni zo'r ko'taradi, yozni zo'r ko'taradi. Yoz qishdan qo'rqmagandan keyin bizning iqlimimizga yaxshi tushgandan keyin odamlarda talab shunga ham oshdi. Mana Elixlarimiz, buni hosillarni qaranglar, qanaqa chiroyli. Buni eng chiroyli fasli mana hozir boshlandi, mana ya'ni qishda qaranglar, qanaqa qip-qizil bo'lib. Xo'p, mana shunaqa hosillari bilan chiroyli bo'ladi Elix, qaranglar. Qishda o'zi hosillar ayni pishgan payti bo'ladi. Xo'p, shunaqa hosilli bo'lish uchun sirni aytaymi? Hovliligiga ikkita ekasizlar. Sababi bittasi bilan ikkinchisi changlanadi. Uni bitta o'zini eksangiz gullaydi, lekin changlanmaydi-da, hosil tugmaydi. Ikkita eksanglar bir-birini changlatib hosil beradi. 4-o'rinimizda Elix. 5-o'rinimizda topinglar nima daraxt, lekin u juda zo'r daraxt. Hozir rosa ommalashib boryapti. Xo'p, to'piliga kirmaydigan, lekin hovlilarni yana ham go'zallashtiradigan ionomuslar, sariq, mana oqlari bor. Hovliga kirsanglar hamma yog'ini yam-yashil qilib tashlaysizlar, hamma yam-yashil bo'lib ketgandan keyin ko'z yam-yashilga tez o'rganadi-da. Shuning uchun orasiga kolaboratsiya qilishiga yashil, oq, keyin qizillari bor. Shuni qizil daraxtlarni qo'yish tavsiya beramiz. Mana shunday qilib oq sariq qilib eksanglar, faqat yam-yashil bo'lib qolmaydi-da, hovlilar raznoobrazniy bo'ladi. Chiroyli ham bo'ladi. 5-o'rinimizda kedr bo'ladi. Plakuchisi bor, piramidalnisi bor, kedrlar. Kedrlar ham bizning iqlimimizga juda zo'r tushyapti. Issiq, sovuqlarimizni yaxshi ko'taradi. Keyin bu ham noodatiy formalari bilan qaranglar. Noodatiy formalar bilan bizani top 5 talikni 5-o'rinni olgan ko'chatlar mana shular bo'ladi. Kedrlar. Trendga chiqayotganining sababi o'zini noodatiy formalari bilan. Mana ko'rasizlar, mana shunaqa bonsai ko'rinishda bo'lyapti, piramidalniy ko'rinishda bo'lyapti.
har xil formaga ega bo'la oladi bu ko'chat. Mana shuning uchun ham trendga chiqyapti. Bu kedirlarimiz qaranglar, yangi atroska chiqarganda mana bu yangi chiqargan atroskalari mayin, yumshoq bo'ladi va chiroyli bo'ladi. Bular ham rangi голубой yellikka o'xshab, rangi moviy rang bo'ladi bu ham. Bizani issiqlarimizni ko'taradi, suvsizlikni ham ko'taradi, lekin kasal tushsa buni tezroq davolashga to'g'ri keladi. Shunaqa formali kedirlar bor, mana qaranglar, mana piramidalniy, kedir Diodoro deyiladi buni sortlari. Mana ko'rishingiz mumkin, shishkalari ham bor, shishkalar ham solgan bu. Mana shunaqa livanskiylari bor, mana oldinglarda yashil qaranglar, qanaqa katta kedirlar. 5-o'rnimizda mana shu kedirlar bo'ladi. Keyingi videolarimiz noyob ko'chatlar haqida bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Xudo xolisa keyingi postlarimizda ham joylab boramiz. Hozir kelaman deganlarga biz yana lokatsiyamizni tushuntirib o'tamiz. Xo'p, shunday ishxonamizdan to'riga qarasangiz mana katta betonkani bo'yi. Xo'p, betonka bu yoqqa ketish qo'yliq, bu yoqqa ketish sergili bo'ladi. Metro Tolariq bekatining ro'parasi Iber zapravka bilan gaz zapravkaning o'rtasida joylashgan. Biz shu ikkita zapravkadan chiqadigan sassiq hidlarni filtratsiya qilib turadigan joy bizning joy. Yandexga Nodir Archa deb bersanglar, xudo xolisa shu lokatsiyamizga olib keladi. Hammani shu yerda kutamiz.